Grafni noldan boshlaymiz. O'zi graf nima? O'zi nima uchun graf degan narsa ishlatiladi? Graf degan narsa bizda shunchaki ma'lumotni chiroyli usulda saqlash va uni ustida turli xil algoritmlardan foydalanish imkoniyatini berish uchun yaratilgan ma'lumot turi. Masalan, grafga o'zi qanaqa misol bo'ladi? Grafda mana bunaqa chizadigan bo'lsak 1 2 masalan 1 3 va mana bunaqa yo'l. Endi graf mana bunaqa yo'lni bizda qanaqa qilib kompyuterda saqlashimizga imkon beradigan narsa. Ya'ni 1 dan 2 ga yo'l bor. 1 dan 3 ga yo'l bor, 3 dan 2 ga yo'l bor. Ya'ni grafni har qanaqa turi bor. Mana bu yoqda weight saqlasak bo'ladi, mana bunaqa direction saqlasak bo'ladi. Endi biz hozir ko'rib chiqadiganimiz eng oddiy graf. Qanday qilib mana shu bir nechta tasavvur qiling. Bu odatda qanday beriladi? Odatda qanaqadir davlat bor deyiladi va ichida shaharlar bor deyiladi va mana bular odatda yo'l bo'ladi. Ya'ni shunchaki yo'llarni biz qanday qilib kompyuterda saqlashimiz mumkinligi mana shu narsa graf deyiladi. Xo'p, endi grafdagi asosiy terminlarni bitta ko'rib chiqamiz. Mana bu narsa node deyiladi. Ya'ni 1 2 mana shunaqa narsalar node deyiladi. Xo'p, endi yana bitta narsa bor, muhim narsa bu edge. Edge nima? Mana bu ikkita shaharni node nima? Node son bo'lishi mumkin. O'sha qaysidir shahar deb berilishi mumkin. Ya'ni har xil aytiladi, lekin mana shu narsa hozir chizmadan ko'rib turganlar, mana shu 2 1 mana shunaqa 3 narsalari node deyiladi. Edge mana bu narsalar edge. Ya'ni ikkita nodni birlashtiradi. Ikkita nodni ulaydi. Endi mana shu narsa edge deyiladi. Mana bu grafdagi ishlatiladigan eng boshlang'ich ikkita muhim narsa. Endi grafda qanday qilib mana shu ikkita narsani saqlaymiz va qanday qilib ular bilan ishlaymiz? Bir necha xil usullari bor saqlashni va eng ko'p ishlatiladigani adjacency list deyiladi. List representation deyiladi. Bu qanaqa representation? Bu har bitta shahardan qaysi shaharlarga borish mumkin ekanligini saqlash uchun ishlatiladigan list ko'rinishida saqlash. Masalan, biz nimani saqlaymiz adjacency list ko'rinishida? Mana shu grafni saqlab olaylik. Xo'p, bu yerda nodelar qaysilar? 1 Xo'p, qanaqa ishlar bor? 1 dan 2 ga, 2 dan 1 ga, 1 dan 3 ga, 2 dan 1 ga, keyin 2 dan 3 ga. Bu mana shu 3 ta yo'l bor. Endi bu narsani biz adjacency listda qanaqa saqlaymiz? Xo'p, bizda bir shahardan borishimiz mumkin bo'lgan har nuqtalarni aytinglar. 2 bilan 2 bilan 3. 2 dan 2 dan 1 bilan 3. 1 bilan 3. Xo'p, yana bitta shahar qo'shib qo'yadigan bo'lsak. 3 dan 4 1 2. 4 1 2. 4 dan 3. Xo'p, mana bu yoqda 4 dan 1 ga borish mumkin-ku deyishlaringiz mumkin. Ha, borsa bo'ladi, lekin to'g'ridan to'g'rilarini biz saqlaymiz. Chunki bo'lmasa hammasini saqlashimizga, ya'ni hamma shahardan hamma shaharga borishimizga saqlashimizga to'g'ri kelib qolishi mumkin. Ya'ni bu adjacency listda yaratilgan narsa bu bitta yo'l orqali, ya'ni yo'l emas, endi nimaligini bir o'rinlik bitta edge orqali borishimiz mumkin bo'lgan shaharlar qaysi ekanligini saqlaymiz. Xo'p, endi yana bitta narsa bor, path deyiladi yoki road deyiladi. O'zbekcha qilib aytadigan bo'lsak, bu yo'l. Shunchaki qaysidir shaharga boshqa shahardan turib borsa bo'ladi. Masalan, xo'p, 4 dan turib qaysi shaharlarga borsa bo'ladi? Hammasiga borsa bo'ladi. 1 ga, 2 ga, 3 ga. Xo'p, to'g'ridan to'g'ri bitta edge orqali emas, lekin bir nechta edgelar orqali borsak bo'ladi. Masalan, 1 ga ham 4 dan 3 ga, 3 dan 1 ga. Mana shunaqa qilib borsak bo'ladi. Xo'p, mana shunda yo'limiz 4 dan 3 ga va 3 dan 1 ga bo'ladi. Endi eng oddiy masala, ya'ni grafni qanday qilib saqlashni o'rgandik. Xo'p, mana shu narsani qanday qilib saqlasak bo'ladi? List vektorda saqlash. Vektor yoki mapda saqlash. Xo'p, vektorda saqlasak bo'ladi, mapda saqlasak bo'ladi. Eng implementation osoni vektor int adj n plus 1. Mana shu eng oddiy. Chunki mana bu narsani 1 2 3 4 larni uchun o'zgarmaydi qiymat. Ya'ni yana mana bu yoqdan 5 ni qo'shmaymiz hech qachon. Yangi node yaratilmaydi. Qaysi nodelar borligini oldindan bilamiz. O'shani belgilaymiz. Qolgani bo'm-bo'sh vektorlar kerak bizga. O'sha bo'm-bo'sh vektorlarga biz masalan 3 turgan joyda biz yana qo'shamiz. 4 ni qo'shamiz, 1 ni qo'shamiz, 2 ni qo'shamiz. Bu mana shu ishlashga eng qulay. Istalgan vaqtda adj ni ikkinchisi desam 1 bilan 3 ni olishi mumkin yoki ichiga yana bitta narsani pushback qilishi mumkin. Xo'p, shu joygacha tushunarli bo'ldimi menga? adj qanaqa ochiladi? Bu adj hech qanaqa funksiya bajarmaydi, shunchaki men adjacency list ismini, ya'ni ismini boshqa narsa qo'shishlaringiz mumkin. Pythonda bu narsani qanday qilsa bo'ladi? Pythonda ham shunchaki ism qo'yasizlar, adj. Xo'p,
list bo'ladi bu. Ya'ni uzunligi n plus 1 ga ko'paytiradi. Keyinchalik mana shunga pushback qilib boraverasizlar, kerak narsani o'zlari. Bu oddiy vektor bilan bir narsa. Vektor int bilan bir xil, faqat bu qaysi ma'noda kamroq dinamik bo'lgani uchun xotiradan yaxshiroq foydalanadi. Endi unchalik ahamiyati yo'q, lekin vektor yozgandan ko'ra baribir uni yozgan osonroq. Vektor ishlatsalardan bir xil narsa bo'ladi. Endi qanday qilib saqlab olishni o'rganib oldik. Endi biza eng oddiy masala. Qaysidir yo'ldan boshqa, qaysidir bitta shahardan boshqa shaharga borish mumkinmi? Mana shuni qanday aniqlashtirsak bo'ladi? Ana ichida bor bo'lsa, vektor pozinsiyada bor bo'lsa, bo'ladi, bo'lmasa bo'lmaydi. Xo'p, endi yangilangan nuqtalarni bitta yozib olay. 6 mana bu yoqda qo'shildi. Xo'p, 3 ga 5 ni qo'shdim. 5 ga faqat 3, 6 ga faqat 1. Xo'p. Endi mana shu narsani topishni, ya'ni qaysidir bitta shahardan U shahardan B shaharga borish mumkinmi? Mana shu narsaga javob berishimiz kerak. Bu narsani qilishda ikkita yangi algoritm kerak bo'ladi. Ikkalasi ham ishlaydi. Ya'ni ikkalasi ham mana shu savolga javob bera oladi. DFS yoki BFS. O'zi bularga o'tishdan oldin eng oddiy usulni ayting. Ya'ni bular nima uchun kerak? Bular time bo'lmaydi. Bular optimalroq algoritmlar. O'zi umuman olganda topsa bo'ladi. Rekursiya bilan. Rekursiya bilan nima qilamiz? Hop, qachondir tugashi kerak? Qachon tugaydi? Topilsa tugaydi yoki qachon davom etmaymiz? Qaytib o'zi shaharga kelsa, Qaytib o'zi shu shaharga kelsa yoki topilsa. yoki oldin ko'rgan shahrimizga kelsa. Oldin. Endi mana shu sal optimallashib, to'g'rimi? Ya'ni bitta shahardan boshlaymiz, hammasiga borishga harakat qilamiz. O'sha shaharni topsak bo'ldi, demak topildi. Yoki masalan 4 dan 3 ga keldik, 3 dan 1 ga, 1 dan 2 ga, 2 dan 3 ga kelmasligimiz kerak. Bo'ldi. Nima uchun? Avval 3 ga kelgan. Avval 3 ga kelganmiz. Bu narsani qanday saqlaymiz? Visited degan bitta vektor ochamiz. Vektor yoki oddiy Pythonda bo'lsa oddiy array. Mana shu visited degan narsada saqlab olamiz. Qaysi shaharlarni oldin ko'rganmiz? True, false saqlab chiqamiz. True degani o'sha shaharni oldin ko'rganmiz. Boshida hammasi nima bo'ladi? False bo'ladi. False bo'ladi. Ya'ni hozircha hech qaysi shaharni ko'rmadik. Endi qaysidir shahardan boshlaymiz, hammasiga borib chiqamiz. Mana shu rekursiv algoritm hamma tushunarli bo'ladimi? Mana shuni ismi DFS deyiladi. Ya'ni mana shu narsa o'zi DFS. Ya'ni juda qiyin narsa emas, shunchaki biz har bitta shahardan boshqasiga boramiz va agar topilsa, demak topildi. Va buni rekursiya. O'zi oddiy rekursiya mana shu DFS deyiladi. Buni ichida ko'p narsa qilsa bo'ladi. Masalan, nimadir saqlab ketsak bo'ladi, nimadirlarni yana qaysidir masalan yechimdan ko'rgan bo'lsangiz, DFS da nima saqlash kerakligini aytib kelaman bo'ldi. Qolgan chunki DFS joyi har doim bir xil. Xo'p, endi tasavvur qilinglar, qaysidir U shahardan V shaharga borishni eng qisqa yo'li kerak menga. Eng qisqa yo'li. Qanday topsam bo'ladi? Yo'q, hozircha biladigan narsalarni vizit qilganimizda necha marta Har bir bitta minimal sonni saqlash. eng minimal yo'l bilan kelishimizga qanday garantiya beramiz? To'g'ri, masalan aytmoqchimanki, mana 4 dan 3 ga men 2 ni qidirayotgan bo'lsak, birinchi 4 dan 3 ga o'tib qolib, keyin 1 ga o'tib, keyin 2 ga. Bunaqasiga birinchi kelib qolsamiz demoqchiman. Shunaqa bo'lmasligiga qanday garantiya beramiz? Har bir yo'lga o'tib kelsak. Ha, eng yaxshi, eng oson yo'li har bitta yo'lga ko'rib chiqamiz. To'g'ri. Mana 4 dan 3 ga kelgan vaqt, ya'ni visitedni global saqlamaymiz. Visitedni har bitta rekursiya uchun alohida saqlaymiz. Shunda mana 4 dan 3 ga kirdimmi? 3 dan 1 ga kirdimmi? Mana bu 2 ga keladi, to'g'rimi? O'shanda yo'l 3 bo'ladi. Lekin mana bu 3 dan 2 ga boradigan yangi bitta DFSimiz, ya'ni boshqa DFSimiz bu narsani bilmaydi. Oldin 2 ga kelganimizni bilmaydi. Shu sababdan ishlaydi. Ya'ni biz eng tezini topa olamiz. Lekin bu holatda nima bo'ladi? Minus tomon. Tezlik qanaqa bo'ladi? n kvadrat. Ha, o n kvadrat. Ya'ni o n kvadratda biz nima qaysi algoritm bilan topdik? GFS. DFS bilan borish mumkin bo'lgan minimal yo'l. DFS bilan borish mumkin bo'lgan eng kichkina yo'lni topdik n kvadratda. Endi biz bu narsada optimizatsiya qilsak bo'ladi. Qanaqa, qaysidir usulda? BFS qo'llaymiz. BFS qo'llaymiz. Xo'p, BFS o'zi
qo'laymiz degan deyishdan oldin shu BFS degan narsa yo'q deb tasavvur qilamiz. Ya'ni shu narsani o'zimiz yaratishga harakat qilaylik. O'zi bizda muammo bo'layotgan narsa nima? Hamma yo'lga kirayotganimiz. Bu narsada eng oddiy yechim odatda DP bo'ladi. To'g'rimi? Ya'ni shu narsani har doim rekursiyada qayta ko'rganimizni oldini faqat DP bilan olganmiz shu paytgacha. Bunda ham shunaqa narsa qilsak bo'ladimi? To'g'ri. Ya'ni bizada qanaqadir bitta narsa saqlashimiz kerak. Masalan, 4 dan boshlayman, 4 ga kelishga 0 kerak. Endi 3 ga kelish uchun 1 kerak, to'g'rimi? Mana bunga kelish uchun 2 kerak. Endi mana bu birdan turib, birinchi 1 ni tugatsin deymiz. Agar tasavvur qiling, birinchi 1 ni tugatsa, keyin mana bu yoqqa 2 yozsa, endi mana bu 2 ta'sir qila olmaydi. Hech qanaqasiga ta'sir qila olmaydi. Lekin biz mana shu narsani qiladigan bo'lsak, DFS bizga yordam bera olmaydi. Mana uzunligi 1 bo'lganlar hammasini birinchi tugataman desam, bu hech qanaqasiga xato bo'lmaydi. Chunki eng kichkinalarni birinchi oxirigacha tugatsam, tasavvur qiling, qanday javob xato chiqishi mumkin. Yana eng kichkina 0 dan boshlayman, 0 ni hamma qo'shnilarga birinchi berib chiqaman 1 degan qiymat. Keyin 1 dan boshlayman, 1 ni hamma qo'shnilarga 2 ni berib chiqaman. Endi 2 ni hamma qo'shnilarga 3 berishim kerak, lekin qiymati yo'qlariga, faqat qiymati yo'qlariga beraman. Chunki mana bunga 3 berishimdan foyda bormi? Yo'q. Demak, men bunga 3 beraman. Qolganlarni mana endi juda tez topdik, to'g'rimi javobni? Lekin bu narsani rekursiyada qilsa bo'ladimi? Yo'q, rekursiyada qila olmaymiz. Endi biz bu narsani qanday qilsak bo'ladi? Endi bu narsani Q bilan qilsak bo'ladi yoki Q da qilsak agar kamchiliklar bor. Chunki mana bu yangi masalan kichkina not qo'shilib qolsa, u narsani bilmay qolamiz. Shuning uchun biz setdan foydalanamiz. Set nima? Set nima uchun set yordam beradi? Chunki eng kichkina qiymatni eng oldinga olib qo'yadi set. Ya'ni shortlangan saqlab beradi. Xo'p, setning ichida nimalar kerak bizga? Ikkita elementdan tashkil topgan yoki ichida bitta vektor yoki eng oddiy usuli agar Pythonda bo'lsa, endi majbur vektor saqlaymiz. C++da qulayroq pair saqlasak. Pair int. Mana bu bizda set. Endi bu set bizda nima edi? Bu oddiy bitta qanaqadir set deb ochib oldik va setda boshda nimanidir qo'yishimiz kerak ichiga. Boshda nima bilan boshlaymiz? Boshlang'ich nuqtani 0. O'sha set.insert Yuda, 4,4. Ha, 0 va 4. Nima uchun birinchi 0 ni qo'ydim? 4 ni qo'ysam bo'lmasmi? Birinchisi bilan hisoblaydi. To'g'ri. Birinchi keywordga qarab hisoblaydi. Demak, bizga mana shu narsa muhimmi? Mana shu narsani belgilab olamiz. Endi biz qachongacha davom etamiz? Qachongacha mana shu qo'shib ketaveramiz. To'g'ri, set bo'shab qolgancha. Set bo'shab qolmasa, biz demak nimadir qilishda davom etamiz. Chunki hali o'zgartirish mumkin bo'lgan qiymatlar mavjud. Endi agar tasavvur qiling, setning eng tepasini oldim, top deb oldim. O'sha setning eng tepasi top. O'sha olinishni yozasizlar, yulduzcha bilan st.begin deb yozasizlar. Xo'p, endi tasavvur qiling, mana shu topni oldim. Topni mana bunaqa qilib olay, u ikkita qiymat qilib olay. Bittasi u bo'lsin. Mana bu 0 u, bunisi v bo'lsin. Xo'p, 0 qiymat edimi? O'sha d deb olay. D bilan qo'y. D mana bu qiymati va buni nima qilsin? O'sha qaysi nodligi. Xo'p, endi mana shu yerdan nima qilaman? Nimani tekshiraman? Yo'q, listed emasligi emas. Indeksdan chiqib ketmaydi. Chunki biz hozir o'zimiz qo'shyapmiz-ku bu narsalarni. Indeksdan chiqib ketmaydiganlarni qo'shamiz-da. Assign birorta value assign qilinganmi yo'qmi shuni tekshiramiz. Value assign qilingan. O'sha value bilan o'zi setga kiritilgan. Axir keyingisi oladiganimiz assign qilingan yoki qilinmaganiga qarab setga qo'shamiz-da. O'sha sizlar narsa so'rayapman. Hozir mana shu nuqtadan boshlab turib nima ish qilishim kerak? To'g'ri, qolgan qo'shnilarni topish kerak. Ya'ni har bitta qo'shnisini qanday qilib qo'shnilarga murojaat qilamiz? To'g'ri, mana boyagi adjacency listdan hamma qo'shnilarni ko'rib chiqishim kerak. Adjani birinchisi O'zbek-ku? Ha, adjacency. Hammasini ko'rib chiqaman. Bularni endi child'ini v deb olaman. Xo'p, nima qilaman bu yerda? minimal liga tenglashtirish. To'g'ri, qanday qilamiz shu narsani? Minimal tenglashtirish. Ya'ni to'g'ri masofani if yozishim kerak. Bizda boshda bitta d degan distance degan array bo'lsin. List degan array bo'lsin. Hammasini yo'q.
bir et o'qiydi. Endi hammasi juda katta son, darajasida o'qiymiz. Va qaysi bir bittasi nom? Birinchi sinf. 4-sinf. Ha, to'g'ri. Hozirgi holati shu, mana shuni olib. Xo'p, endi mana shu ifda nima yozaman? Qachon o'zi qiymatni yangilayman? Agar avvalgi qiymatidan hozirgi biz beradigan ADJni yo'q, hozirgi D + 1 diskni yuinsidan kichkina bo'lsa. Bu kichik bo'lsa, Ha. mana shunaqa bo'lsa nima qilaman? Diskni yuinsini D + 1 ga tenglashtiramiz. Setga shunchaki qo'shsam ham bo'ladi, setga qo'shmasam ham farqi yo'q, chunki yangi narsa setga agar qaranglar, setdan ikkita narsa qilsam bo'ladi, setga to'g'ridan-to'g'ri shuni qo'shsam bo'ladi, oldingisini o'chirib yoki shunchaki qo'shsam nima qilishim kerak? Yana bitta chek qolib ketadi mana bu yoqda. Agar D katta bo'lsa, disk V dan mana shu yerda continue qilaman. Continue. Nima uchun? Chunki bu qaysi holat, bu biza buni qiymati yangiladik, lekin buni anonsda qolib ketdi. Setning ichida qolib ketgan. Mana shu holatda biz shuncha continue qilamiz. Xo'p, endi qolgan holatlarda mana shu disk view bu bo'ldi. Endi setga qanday qo'shaman? Nima qo'shaman? Disk view yoki D + 1 view. Bo'ldi. Ana shartini yo'q. If D katta disk. Bu qaysidir masalan kichikroq holatdan javob kelib qolgan bo'lsa D ga buni hozir tekshirishdan foyda yo'q. Nima uchun? Chunki haqiqiy disk V aslida bundan ham kichikroq son. Va bu narsani ishlatishimiz mumkin. Ya'ni o'sha narsa oldin tekshirib bo'lingan. Oldinroq tekshirib bo'lingan, bu shunchaki bitta qolib ketgan. Agar qo'pasak mana shu ifni joyiga mana bu yoqda o'chirib yuborsak ham bo'ladi. O'shani stni ortiqcha narsasini. Hamma tushunardimi? Kimdadir savol bor? Shu joygacha? Xo'p, endi 4 dan turib 3 gacha bo'lgan eng kichkina masofani qara, qaysi nima bilan aniqlashtiraman? Diskni 3-chi. Diskni 3-chi bo'ladi. 6 gachachi? Diskni 6-chi. To'g'ri. Ya'ni qaysidir bitta endi istalgan bitta u uchun 4 dan boshlab o'shangacha bo'lgan eng qisqa masofa disk u. Endi mana shu 4 ni joyiga biz istalgan nuqtani qo'yishimiz mumkin. Ya'ni 4 ni joyiga istalgan bitta starting, ya'ni boshlang'ich pozitsiyani qo'yadigan bo'lsak, biz oxirigacha bo'lgan hamma o'sha narsani topa olamiz. Va bunga qancha vaqt ketadi? ON login. Set bo'lgan uchun. Va bu BFS. Bu ikkalasi mana shu ikkita algoritmni bilsalaringiz, o'zi qolgan yana mana shu ikkita algoritmni va ko'proq graf masala ishlasalaringiz, o'zi ancha-muncha graf masalani yecha olasizlar. Ya'ni qolganlariga yo rostdan ham grafdan boshqa qiyinroq narsa kerak. O'zi odatda shunaqa bo'ladi, qolgani sal nafa. Mana yana boshqa texnikalar bor graf qo'yish, lekin ko'pincha ular sizlarga muammo bo'lmaydi hozircha. Bugun topological sort bugun o'tamizmi? Multisource BFS bor. Endi mana shu joygacha hamma tushunarlilar BFS bilan BFS. Endi sal boshqacharoq masala. Tasavvur qilinglar. Bizaga nimadir kerak, ya'ni biz uyimizda turibmiz va uyimiz qaysidir joyda joylashgan. Yoki bir nechta qishloqda bir nechta odam bor va ular har bittasi uy qayerdadir joylashgan. Va hammasida bizga kerakli narsani sotadigan do'konlar bor. Endi biz nima qilishni xohlaymiz? Eng yaqin do'kondan olishni xohlaymiz, to'g'ri? Yana bu yoqqa bir nechta ish qo'yib chiqay, 7 8 mana bu yo'llar ham bor. Mana bu narsalar endi kerak emas. Endi biz uylar qaysiligini bilmaymiz. Biz har bitta uy uchun bittada javob berishimiz kerak. Va lekin bizda bir nechta do'kon bor. Masalan, bo'lishi mumkin mana bu bittasi mana bu do'kon va mana bu do'kon va mana bu do'kon. Biz 3-nuqtada biz eng yaqin do'kongacha bo'lgan uzunlik nechi? 1. Xo'p, endi biz 2-nuqtada biz, 7-nuqtada biz eng yaqin do'kongacha bo'lgan uzunlik nechi? 1. Har doim bir xil do'konga murojaat qilyapmizmi? Yo'q.
Mana shu joyda eng yaqin do'konni topish algoritmini qanday qilsak bo'ladi? Uchta do'kondan ham Bfs. 3 ta do'kondan DFS. Bir. Xo'p, to'g'ri. 3 ta do'kondan DFS qilsak, tezligi qanaqa bo'ladi? n kvadrat. En login. n kvadrat. Ko'paytirilgan Do'konlar soni. do'konlar soni. Nimaga n login? Set. Set login. Ha. Hop, n kvadrat emasmi? Agar BFS da Q ishlatadigan bo'lsangiz, ON o'zi bo'ladi. Lekin endi nima uchun birdaniga setga o'tdim? Chunki sal advancedroq narsalarda set kerak bo'ladi. O'sha uchun birdaniga setga o'tdim. Xo'p, ya'ni hozir shunaqa qiladigan bo'lsak, mana shunaqa tezlikda topamiz, to'g'rimi? Mana shuni n login o'zida topsa bo'ladimi? Hozir shunaqa qilyapsiz-ku. Yo'q, hozir har bitta do'konda. Xo'p, bitta uy bo'lsa, o'sha uydan turib DFS naqa qiladigan bo'lsak, nima deydi? DFS qiladigan bo'lsak, shunda bizda tezligimiz qanaqa bo'ladi? N login plus D. Mana bu ancha tezroq, to'g'rimi? Ya'ni uydan turib DFS qilsam, hamma D dan ko'p chiqishim kerak, o'sha minimum javob bo'ladi. Bu ikkinchi usul. Bu prosta bunaqalardan BFS. Bu ikkinchisi, bu ham BFS faqat uydan turib BFS. Endi savol yana biroz o'zgardi. Nimaga plyusda? Hamma D'larni ko'rib chiqishim kerak, ichidan minimum olaman. D'lar D uylar soni, do'konlar soni. Birinchi o'rindan qo'ymayman. Mana shu uydan boshlasam, hammasiga minimum berib chiqaman, to'g'ri? Mana shudan boshlasam, BFS ni. Hop. Mana buning qiymati 1, buniki 1 bo'ladi, mana buniki ham 1 bo'ladi. Mana shundan ichidan minimum olishim kerak-da. Masalan, 7 dan boshlasam, birinchi bo'lib mana ko'rib qolsa, javob xato bo'ladi. Chunki 1, 2, 3. Lekin mana bu do'konni olishim kerak. Ya'ni hammasi ichidan minimum olishim kerak. Hozir unda DFS bo'lib qolmayaptimi? Har bittasini ko'rib chiqsa? Yo'q, har bittasini ko'rib chiqishni DFS emas, for bilan qilaman bu ishni. Ya'ni hammasini Futbol bo'lsa, birinchi ko'rganimizdayoq to'xtatib qo'yurmizmi? Tushadi. Sразу bitta do'kon ochasiz. O'sha vaqt saqlab ketsak bo'ladi demoqchisan, shuni. Hali bitta kerak xolos bo'ladigan bo'lsa, bitta o'zi plus 1 bo'lib qoladi, konstant ham ignore qilsak bo'ladi. Ha, o'sha vaqtda agar saqlab ketsak, to'g'ri, n loginni ham topsak bo'ladi. Bu faqat bitta uy uchun, to'g'rimi? Endi masala shartiga yana bitta narsa qo'shamiz. Uylar soni, ya'ni hamma uylar uchun javob topishimiz kerak. Uylar soni nima bo'ladi? Katta uy bor bo'lsa. Endi mana bu konstantlar mana o'zgaradimi? Ha? Yo'q, o'zgarmaydi. Bu o'zgarmaydi. Bu-chi? Ha, KN log n. KN log n bo'ladi. Endi bu ham sekin, bu ham sekin. Ha, endi sal optimizatsiya qilsak bo'ladi. Mana qaysi bir kichkina bo'lsa, o'shanisini bersak bo'ladi, lekin ikkalasi ham timeline bo'ladi. Chunki ikkalasi ham katta bo'lgan holatlarda ham ishlash mumkin bu masalan. Biz nima qilamiz? Kimda ichi bor? Birinchi hamma do'konlarni qo'shib qo'yamiz, 0 uzunlik qilib. Keyin o'zlari tasavvur qilinglar. Boshdan BFS qilganimizda bizda shart emas hamma do'konlarni bir vaqtda nol qilishimiz. Bizda shunchaki mana bilan 0 qo'yib chiqsak bo'ladi. Boshda hamma do'konlarni birdaniga 0 qo'yib yuborsak bo'ladi. Hammasini birdaniga o'sha Q ga yoki setga bir vaqtda qo'shamiz. Xo'p, nima uchun bir vaqtda qo'shish ishlaydi? Chunki hamma do'konlarda baribir qiymat 0 va hammasini qo'shib chiqadigan bo'lsak, endi mana bu 1 bo'ladi masalan va mana bu qaysi qiymat, ya'ni hamma nollar o'zidan atrofiga 1 berib chiqadi. Va bu ham mana shunaqasi bir vaqtning o'zida hammasi bo'ladi. Ya'ni mana 0 dan boshlanib, bu yoqda hamma do'konlarga 0 qo'yib chiqdim, qolgan joylarga nollarning atrofiga 1 qo'yiladi. Mana bu yoqdan 1 qo'yiladi, mana bu yoqdan 1 qo'yiladi. Endi mana bu yoqda 2 bo'ladi. Ha, endi agar set ishlatsalar, n login, Q ishlatsalar, o n o'zi bo'ladi. Hamma ishlar bo'ladimi? Hech kimda savol yo'q? Xo'p, buni usulga o'xshash usul bo'lib qolyapti. ha, bu narsa o'zi BFS faqat multi-source BFS deyiladi. Mana shu narsa multi-source BFS. Bu nima qildi? Hamma boshlang'ich nuqtalar, endi boshlang'ich nuqtalar ham bir nechta, boradigan joylar ham bir nechta bo'lgan vaqtda ishlatiladi. Hammasini o'sha bitta nuqta bilan bir xil vaqtda ishlay olamiz. BFS ni ko'rdik. Cycle detection o'tib ketdi. Cycle bormi? Ha, endi cycle degan narsa bor. BFS dan bitta chiqib turamiz, chunki
DFS'ga o'tsa odatda. Bu directed grafda bo'ladi. Yo'q, undirect yozmaydi. Direct grafik qiyinroq. Xo'p, bizada Farqi yo'qmas. cycle o'zi nima? Cycle qachon bo'ladi? sayt topish farqi yo'qmas. Nimaga? Mana shu grafimizda cycle bormi? Yo'q. Mana bunda bor. Cycle deganda o'zi nimani aytamiz? Cycle deganda biza DFS qilganimizda mana shu bir nuqtadan boshlasak va mana bu borgan yo'limizni, ya'ni mana shu o'tgan yo'llarimizdan qaytib o'tmay turib, shu nuqtaga qayta kela olsak, mana shu cycle deyiladi. Ya'ni mana birdan boshladimmi? Bunaqasiga kelib, bunaqasiga kelib, mana bunaqasiga borsam bu cycle emas. Lekin bunaqasiga kela oldimmi, ya'ni boshqa bitta yo'l bilan kelish yo'li bormi? Mana shu narsa cycle deyiladi. Bundoq qilasanda Xo'p, endi cycle videoga grafimizda ichida cycle bormi yo'qmi qanday aniqlaymiz? bunga qaysidan kelganligini belgilab ketasan. bolasi Osonu? Yo'q, undirect kelgan shu. Direct qiyinmi? Ya'ni bizada endi mana shu joyda Nimaga? yana bitta tushuncha Juda kerak. holat qilib kelsin. Ya'ni o'zi jad tushuncha emas, shunchaki bizada bitta ideya kerak. Parent degan ideya kerak. Parent nima? Mana birdan boshladimmi? Bir uchun birdan boshlab ikkiga bordimmi? qiyin narsa emas. Qaysi Yo'q, ma'noda ikkini otasi bir. Ya'ni parenti bir. Chunki agar bir bo'lmasa ikkiga kela olmasdik. Mana shu narsani biz belgilab olamiz. Har bitta node uchun, ya'ni har bitta u node uchun bu parent nima? Parent shu nodedan oldingi node. Qaysi ma'noda oldingi? Shu nodedan bitta oldin kelgan node. Ya'ni shu nodega parent node orqali yetib kelganmiz degan narsani anglatadigan narsa parent node deyiladi. Masalan, 3 uchun mana bunaqasiga kelsam 1 dan 2 ga, 2 dan 3 ga, 3 dan 4 ga, 3 uchun parent qaysi bo'ladi? 2 bo'ladi. Ya'ni to'g'ridan to'g'ri parent. Buni grandparent desak bo'ladi, lekin grandparent odatda qiyinroq masalalarda ishlatiladi. Hozircha bizda shunchaki parentni o'zi yetadi. Ya'ni shunchaki to'g'ridan to'g'ri otasi 2. 2 ning otasi 1, 4 ning otasi 3. Mana shunaqa qilib graflarda parent degan narsani birinchi shakllantirib olaylik. Endi o'zi qachon graf bo'ladi, qachon cycle bo'ladi? Cycle bo'ladi agar qachonki biza mana 3 dan turib 1 ga boryapman, parent bo'lmagan yo'ldan tashqari yo'ldan. Ya'ni mana bu parent yo'l, ya'ni otasidan kelayotgan yo'l. Shu yo'ldan tashqari yo'ldan borish orqali 1 ga bora oldimmi? Ya'ni bir aynan bir emas, qaysidir visited bo'lgan edge ga bora oldimmi? Demak, mana shu joyda cycle bor. Ya'ni bu narsani qanday aytamiz? DFS yozganda DFS u va p ni birdaniga beramiz. Nima uchun? U degani hozirgi node va uni parentini ham saqlab olishimiz kerak. Chunki keyinchalik tekshirishimizda kerak. Ya'ni biza endi keyinchalik mana for auto, ya'ni har bitta childlarni ko'rib chiqaman-ku. ADJ u bilan ko'rib chiqsam, endi parent bo'lgan yo'ldan yurishim mumkin emas. Ya'ni parent bo'lgan yo'ldan yurib qo'ysam va agar parentiga teng bo'lsa, shuni parent ham pen o'zi parentiga teng bo'lsa nima qilaman? Continue qilaman. Qolgani bir xil bo'ladi. Agar men shu yerda baribir visited edge ga kelib qolsam, nima bo'ladi? Cycle bo'ladi. Agar visited parent bo'lmay turib va visited bo'lsa, demak bu aniq cycle bor. Tasavvur qilinglar. Bu parentdan sekin-sekin kelyapti, lekin orqaga boryapti, lekin u edge ko'rilgan. Demak, bu joyda aniq qaysidir nuqta tepaga olib tashyapti hamma narsani. Demak, mana shu joyda cycle bor. Cycle. Hamma tushunarli bo'ldimi shu joygacha? Agar ana bo'lsa 3 dan 1 ga qaytib borayotganda bo'lsa-da, hozir 1 da parent uchun qoladi. Yo'q, birini parenti, o'zi birini parenti yo'q. Odatda endi masalada o'zlari uchun mana bu yoqda p bilan berish kerak-ku baribir. O'sha 0 qo'yiladi, ko'pincha yoki minus bor. Birini parenti yo'q. Mana bu 3 dan 1 ga keldiki, DFS davom etmaydi. Bo'lib tugaydi, cycle topdik deymiz. Hech kimga savol yo'qmi boshqa?